Salom, bugun sizlar bilan o'xshaysizlar. Bu o'yinda men shu o'yinda o'ynab ko'rmoqchiman. Bir-ikki o'ynab ko'rdim, juda ham qiziq ekan. Bu o'yin nomini bilmadim. Mana shu personajda sizlar qochib yurishingiz kerak bo'lar ekan. Uy. Mana shu yeri qiyin. Kichkina bo'lish emas. Navarot kichkina bo'lishi sal yaxshiroq. Hozir mana mayda chumoli bo'lishi sal yaxshiroq. Hozir bilasizlar nega unaqa deyotganligimni. Balki ulgurish kerak. Men o'rtada knopka chiqadi. Agar ulgurmasak, kattalashib boraveramiz va tepada tikanlar kutib oladi. O'zim shu berdimmi? O'zim shu berdim. Ulgurdim. Ulgurmayman deb o'yladim. Video chiqqandan keyin albatta obunani bosasizlar. Yo bosmaysizlar, like musht qo'yasizlar, obunaga kalla qo'yasizlar. Oy, juda ham qiyin bo'ldi, chunki pastda bizni undan ham zo'r narsa kutib turar ekan. Sakrab o'tish kerak. Aytganimdek boyagan narsa. Hozir nimaga aylandik biz? Juda ham zo'r narsaga aylanib qoldik. Sig'amanmi men bu yerga? Ha, sig'arkanman. Yugurib borish kerak. Nima deyapti? Bu hech kim o'tmaydi-yu bu yerda. Pastga tushishga knopkaga kelmasam, yana bitta bu qanaqa o'yin? Bo'lmasam ishonaveringlar, ammo bu yerdan o'tolmasdik. Juda ko'nglim g'ash. Bo'lmasam bu yerda shunchaki kutib turishimiz yaxshi. O'zi kelib portalni olib ketadi. Anu unaqasi bo'lmaydi, chunki biz uni portalni quvlashimiz kerak. Men itga sakraganim sababi itda yana paydo bo'ladi deb o'ylabman. Bu qanaqa o'yin bu? Juda ham asabim buzilib ketyapti. Ulgurdik. Bu qanaqa joy endi? Tikanga qanday sakrayman, aytinglar. Qo'rqadi. Ovqatga sakray. Ko'rdinglarmi hozir nima bo'lganini? Mayda turing, o'zi kelib meni olib ketadi. Aslo unaqasi bo'lmaydi. Men mazza qilib Agar tezroq yuborishimiz kerak ekan, chunki bo'lmasam pasayar ekan. Ko'rasizlar, pastga tushib ketyapti. Mana hozir oxiriga borsam pastga tushishni boshlaydi. Yo'q. Mana shunda agar o'lsam video tugaydi. Aynan shu. Mana hazillashdim. Yana 3 marta imkoniyatim bor. 3 martada o'lsam video tugaydi.
ikkita imkoniyatim bor. Voy. Video tugaydi. Ikkinchi qismini xohlasanglar 5 ta laykdan keyin ikkinchi qismi chiqadi.